Siz kimga muxlislik qilasiz? Barselonagami yoki Real Madridga? Ikkala klub hozirgacha qanday natijalar bilan maqtana oladi? Biz 36 marotaba Ispaniya chempioni bo'lganmiz. Biz esa 27 marta, lekin Ispaniya Super Kubogini sizlardan ko'ra ko'proq yutib olganmiz. 15 marta. Bizda esa bu ko'rsatkich 13 ta, lekin hali Chempionlar Ligasi finalida bizga hech bir jamoa teng kela olmagan. 15 marta g'olib bo'lganmiz. Biz bor yo'g'i 5 marta, zato Copa del Rey sovrini bizda 31 ta. To'g'ri, hozir bu sovrin bizda 20 ta, lekin siz Yevropa Ligasi finalini hali biror marta ham qo'lga kiritmagansiz. Bu bizda hali 2 ta. Klublar o'rtasidagi jahon chempionligi bizda 3 ta, sizda nechta? Bizda esa 8 ta. Yevropa Super Kubogini biz 5 marotaba zabt etganmiz. Bizda esa bu kubokdan sizdan bittaga ko'p 6 ta. Barselonani muxlislari bormi? Reallikchi? Xo'sh, Hala Madridmi yoki Viska Barsami?